Assalomu alaykum avtoprestijning obunachilari. Ko'pchilik so'ragan probegli yoki narxi arzonroq avtomobil, sifati esa juda ham a'lo darajada avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, bizda hozir shu avtomobilimiz bor. Bu avtomobilimiz Leapmotor C10 avtomobili bo'ladi. Bu avtomobilimiz to'liq elektr avtomobil, to'liq zaryad bilan 520 km masofani bosib o'tadi. Bu avtomobilimiz 2024-yil ishlab chiqarilgan. Probegiga keladigan bo'lsak esa 12 ming yurgan. Hamda bu avtomobilimizda eng full smartda hisoblanadi. O'sha 2024 panorama tomlar, slepoy zona, yakkaxa mashina, ko'ngli diskalar bilan bo'ladi avtomobilimiz. Ichki salon qismlariga keladigan bo'lsak, salon qismi oranjevый rasvetka, o'zini katta monitori, katta informatsion tablo hamda Face ID 32 xil rangda yonib beradigan RGB podsvetkalari bilan jihozlangan. Hamda bu avtomobilimizga o'zini original poliklardan joylashtirilgan. Bu avtomobil ko'pchiligiga juda ham qulay hamda mos keladigan avtomobil. Dizayni jihatidan esa bu avtomobilimiz crossover bo'ladi. Bu avtomobilimizda kerakli funksiya yoki harakat davomida udobstvo va komfortlarni hammasini o'z ichiga olgan avtomobil Leapmotor C10 avtomobili. Do'stlar, agar kimga ushbu avtomobil kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.